Otabega menda ham shunday turadi. Shu bir xil partiya. Kim u bilmaysiz, kattaroq bilmaysizda bu. 250 amperni ko'rsin. Polni uyda nagrishkasiga. Hech qanaqa hali ishibdi, boshqa bo'pti deganlarni men endi ko'rganman. Keyin ancha keladi, bir xilda turadi. Boshqa uni bilmasam zo'r, yaxshi kontrol qiladi. Bir marta qo'ygan bo'yicha, ha deb oldiga kelavermayman. Keyin apparatni mana off-grid ishlaydi mana. O'zi erta bahordan toq qo'yib qo'ygangacha mana shu off-grid olib ishlaydi mana. Hali toki yo'q, nol bo'lib turibdi. Quyoshdan ishlaydi, anaqa holatda. Hozir havo aynan bizda kilometrlar 1 amper просто. Men ham elektr o'qib qo'yganman-da. Aslida normal ishlayveradi mana shu turishda. Nimasi yo'q, qiyinchiligi yo'q. Bir xil nima ketaveradi. Yengil zaryad, yengil razryad. Endi xohlaganda endi bular ko'niki bo'lgan. Xohlagan narsasini chiqib ishlatishadi. Ular bilmaydi. O'chib bo'lsa, tepa akkumulyatorlar qiynalmasa, tepasini 48 ashaqaga olib qo'yganman. 48 bo'lsa kerak, esimda ham qolmadi hozir. 48 bo'lgan qaytadi, faqat lampochkalar qoladi, razitkalar uzilib qoladi. Akkumulyatorga zarar yetmaydi, qiynalmaydi. Endi 48 bo'lgancha ham dunyo narsasini ishlatishaveradi, ya'ni foydalanishaveradi. Shuncha ovqatini ham qilib oladi, kerak bo'lsa, boshqasini ham qilishaveradi. Aka, xudo xolasa siznikini agar nima bo'lsa 15 talik qilib beramiz agar bo'lmasa.